shoshib o'tkazayotganingiz singari Siroat ko'priklardan shoshib o'tib keting do'stim. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin do'stim. Aka, yomon niyat qilmayapman-ku, to'g'rimi? To'g'ri. To'ppa-to'g'ri deng aka. To'ppa-to'g'ri. Qayerda turibmiz aka? Makkada. Ko'zingizga ishonyapsizmi aka? Necha kun bo'ldi kelganimizga? 10 kuncha bo'lib qoldi shekilli. Kuncha bo'lib qoldi. Xayrlashuv kuni kelyapti. Qalbimiz og'ritadigan kun kelyapti-da. Siz qayerdan Hali bir kun bor, lekin hozir turib ko'ngil og'riyapti. Siz qayerdan keldingiz aka? Sankt-Peterburgdan, Rossiyadan. O'zim orqali gaplashdingiz-a? Ha. O'zim bilan keldingiz-a? Qanchaliklar bo'lmadimi aka? To'g'risini ayting. Bitta xonada turibmiz. Endi bu yerda turib yolg'on gapirib bo'lmaydi-da. Ha, kamchiliklar yo'q. Xolos hammasi ko'ngildagidagi. Даже bizdan boshqa gruppada kelgan insonlar ham o'zbek zabon bo'lmaganligi uchun biz o'zimiz bilan bemalol umra amallarini bemalol qilib yuribdi, qiynalmasdan. Do'stim, siz ham O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz, sizlarni Allohning baytiga taklif qilamiz. Buning uchun ko'rsatilayotgan raqamlarga WhatsApp yoki Telegram tarmoqlari orqali murojaat qilsangiz, sizlarga Allohning baytiga kelib umra amallarini qilishingizga yordam beramiz. Assalomu